Geometrik masala. Geometrik masala demak, bu ham sertifikatga tushish ehtimoli katta bo'lgan savollardan biri. Demak, uchburchak berilgan, mana bu tomon, demak, mana bu pastdagi asosga parallel qilib bitta kesma o'tkazilgan, x va 4 ga teng. Mana bu yon tomon 3 ga, 2 ga va 5 ga bo'laklarga bo'lingan bo'lsa, x qiymatini toping degan savol ekan. Demak, biz nima qildik? Mana bu burchakni alfa deb kiritamiz. Mana bunda bo'ladi, bu ham alfa bo'ladi. Mana burchakni beta desak, mana burchak ham beta bo'ladi. Demak, bildikki, uch burchakni ikkita burchagi mana bittasi alfa, bittasi beta bo'lsa, bu yerda ham alfa beta qatnashyapti. O'z-o'zidan mana buni gamma desam, mana bu ham gamma bo'ladi. Nima dedik buni? Alfa beta gamma bo'lsa, pastda ham alfa beta gamma bo'lsa, bu uch burchak bilan bu uch burchak nima dedik? O'xshash dedik. Teng deysizmi? Teng emas, o'xshash bo'ladi. Demak, alfa qarshisidagi ikkani, shunday qilsak to'g'ri keladimi? To'g'ri kelgan. Alfa qarshisidagi ikkani o'xshashining alfa qarshisidagi tomonga nisbati, ya'ni 5 ga nisbati teng bo'lyapti. Beta qarshisida 4 ni nima bo'lyapti? Pastdagi uning o'xshashining beta qarshisidagi tomon mana bu. Bu tomonni nima deb olay? Y deb olaymi? Y ga nisbat qilsam, shunda bu bilan bu ketadi. Bu bilan bu ham qisqaradi, 2 qoladi. Y topsam, ko'payadi, 10 chiqadi. Mana bu tomon 10 ekanmi? Bu tomon 10 ekan. Ana endi bizga x topishni nima qilamiz dedik? Yana fales teoremasini qo'llaymiz. 3kni x ga nisbati 3kni x ga nisbati teng nima bo'lyapti? 3 ga, 2 ga, 5 ga nechga bo'ldi? 10kni nechiga bo'lamiz? 10kni bo'lamiz mana bunga. 10 ga da endi, tushunaymi? Shunda 10 bilan 10 ketadi, k bilan k ketadi, x ne chiqadi? X 3 chiqadi. Misol mana shu tartibda ishlanadi. Ko'rinishidan qiyin. Usul topa olsangiz oson chiqadi. Tushundingizmi? Sertifikat savollarining bari mana shunaqa. Ko'rinishdan qiyin, lekin usuli juda oson yo'l bilan topsangiz bo'ladi.